Cho'chib ketdim. Kutib qolmadingizmi? Yo'q, keling. Keldim. Qani go'zal qizga go'zal buket. Qani go'zal qiz. Voy, hazillashmang. Hazillashdim. Mana buket. Kelgan buketingizni. Maymunga ham yoqmaydi-yu bu. Yoqmasa olib kelarmidim? Nima? Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Nimaga kech qoldingiz? Endi ozgina ishlarim chiqib qoluvdi, o'shanga ushlanib qoldim. Keling, undan ko'ra bo'ladigan gaplarni gaplasha qolaylik. Mayli. O sizmenga uylanasizmi? Obbo, men bunga bo'ladigan gaplar desam. Ha, uylanaman. Albatta uylanaman. Nimaga unaqa so'radingiz? Yo'q, o'zi, jon, to'yimizdan keyin qayerda yashaymi? Nima? Uylan sotib yordinglarmi? Yo'q, nima unaqa deysiz? Sotmayapsizlarmi? Yo'q, anaqa jon, to'yimiz kuni. Meni olib ketgani uzun, oppoq limuzinda kelasizmi yo qop-qora jipdami? Voy, meni kim deb o'ylayapsiz? Qop-qora kostyum-shimda kelaman. Mayli, xafa bo'lmang, bilasizmi, men kecha shunaqa zo'r kino ko'rdim. Inglizkimi? Yo'q, ужаский. Siz mana shunaqa badbashara, xunuk maxluqlarga ishonasizmi? Voy, men sizga har doim ishonganman, jon. Mayli, hazillashdim. O'zicha, uyingizdagilar menga tegishingizga rozimi? Voy, rozi, albatta rozi. Ne rozi bo'lishmas ekan? Qaysotan 30 yoshli qizini uyida olib o'tirar ekan. Nima? Yo'q, hech nima, rozi deyman. Yaxshi. Jon, sizdan bitta narsa so'rasam maylimi? Mayli, bemalol so'rayvering. Mendan oldin qizlar bilan gaplashganmisiz? Voy, nima deganingiz? Unaqa ko'p qizlar bilan gaplashmaganman. Nechta? Misol, Dildor, Shahnoz, Dilrabo, Feruz, siz, keyin Ruxshona, Saida. Ha? Nima dedingiz? O'zingiz aytdingiz-ku, qarindoshlaringizdan ham qizlar bo'lganmi deb. Men bunaqa demadim. Mendan oldin nechtasi bilan gaplashgansiz dedim. Yo'q, umuman hech kim bilan gaplashmaganman, Feruza. Mening ismim Feruza emas, esingiz pastmi, Nigora? Men sizni ko'rganda shunaqa hayajonlanib ketaman-da, o'zim ismim ham esimdan chiqib qoladi, to'g'risi, Shahnoz. Nigora. Uzr, Nigora, bilasiz-ku, o'zi men sizga anchadan beri bitta gap aytmoqchi edim, Ruslan. Dildora. Umida. Guli. Umida oti. Dilfi.